Ozod keliver. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu atmosfera bana bu ko'rinish hammalarga ma'lum, begona emas demoqchiman. Men bu o'rtadagi shiftimizni olib tashlashdi. Imran Buildingda biz o'zimni shaxsiy kvartiralarimni remont qilish jarayonini ko'rsatmoqchi edim. O'sha 3-qismga yetib keldik demoqchiman. Birma-bir kuzatib boraveringlar. Aytmoqchimanki, mana shu narsa katta mana zilyon zona ochildi. Asfaltlar bo'lyapti. Ana shu ikkita qurilishimizdan, mana shu ikkita binomizdan foydalanishga topshiriladi, xudo xolasa yaqin atrofda. Albatta demoqchimanki, eng katta bizning yutug'imiz Shayxul Olam masjidimizga qo'shni bo'lamiz. Liftlarimiz ishlab turibdi. 6-qavat o'sha 90 kvadratlik ikki tomonlama ustalarimiz nima qilyapti? Bitta ko'rib o'taylik. Mana shu yertalab o'zim savdosini qilaman, kokoliti unitazlari Tiagalar kelgan, ustalarimiz ishlab o'tiribdi. Ikkitaligi eshiklar mana bunaqa bitta ko'rsatgan Ozodjon kelaver. Mana oyoq ostlari yuriladigan qismlarni to'lig'icha kafel qildik. Hamda tualetlarimiz ham 100% kafeldan chiqdi. Mana parketlarimiz kelgan. Shu yertalab keldi parketlarimiz ham, xudo xolasa parketlar bo'ladi. Mana nasib etsa aboylarimiz kelgan. Aboylarni ham ko'rsatishim mumkin. Bu yoqda esa bizani o'sha kattalar yotoqxonasi, qandillarimiz bo'ldi. Natijali patologlar odamni qismaydi demoqchiman. Mana shu однотонный natijali patologni yaxshi ko'raman o'zim. YouTube kanalimiz a'zolari ham birma-bir kuzatib boringlar. Albatta niyat qilib like bosinglar. Balkim sizni uyingiz bundan zo'rdir, lekin baribir reaksiya bildiring. Biz sizga harakat qilamiz. Kimdir bizga harakat qiladi. Albatta do'stligimiz abadiy bo'ladi demoqchiman-da. Bu yoqda esa bizani o'sha hali ko'rsatib liftdan ko'rsatgan joyim. Mana shu atmosfera nasib etsa qurilishimiz mana tugatildi, foydalanishga topshirilyapti. Mana fasad qismlari bo'ldi. Oyoq ostlari, asfaltlari. Joy juda ham zo'r demoqchiman. Bahonada reklama qilyapman o'zim uyimni. Xudo xolasa xaridor bo'lib kelaverasizlar. Yaqin orada 4-seriyada olqish summasini ko'taramizda, narx-navosini chiqaramiz. Keyin kelaverasizlar nasib etsa, niyat qilib like bosib, savdosini qilasiz. Mana shu uyni sizga beraman. Qandillarni o'zim tanladim. Nima deysan, Ozod? High-tech qandillar. Demak, keyingi qismini ko'rsataylik. Burada oshxonamiz. Mana oshxonamiz ham fartuklar bo'ldi. O'sha gap nasib etsa mana aboylarni boshlab o'rishdi. Nasib etsa, natijada zo'rni tanlabmanmi? Qandil qanday qandil? Zo'rmi Ozodjon? Kelaver. Mana bu narsaga nima deysan? Nimaga? Prixojiga yaxshi tanlandi-da bu. Mana bu yoqda yana bittasi, keyin zalga kiramiz. Buni qarang. Mana shu yerda bizani o'sha nimamiz qurilishimizni qovurg'asi o'sha. Nima deydi buni? Regel. O'sha regelimizni mana shunaqangi apshga qildik. Endi fantaziya deydi-ku, fantaziya. Bu yoqdan mana tanlagan qandilim mana shu. Bu deysiz-ki, bolajonlarimizni xonasi. Mana bu yoq esa meni yaxshi ko'rgan joyim, zal qismimiz, mana zal. Mana shunchalik televizor olmoqchi biz, nima deding? Kissamizga bog'liqda o'sha payt pulimiz qolmasa, radio ham ololmaymiz, nima deding? Evet, mana bu yoqda eng katta fishkasi zaldan mana ko'rinish, yangi o'sha Karvon shopping, Karvon bozorimiz. O'ng qo'lda esa Kritiga boraverish, Shayxul Olam masjidimiz, Fathobod chorrasi, chap qo'lda o'sha Turon Plaza. Zal nimasini maqtayman? Zal menga yoqqan tarafi zal. Eng kushandasi zal. Sababi shu uyimizning egalariga dushman kushak deb qo'yadi-ku, mana usta akalarimiz ishlarini davom ettirishyapti, lekin qo'llari dard ko'rmasin. Nejniy, men o'zim negativchiman, shu muxlislar ham biladi. Ha deb tirnoq ichidan ayb qidiraman-ku, hech ayb qidirib topib shularni urishkim keladi, hech gap yo'q. Mana shunaqa narsalarni kiritishimiz kerak. Sizni fikringizni kutib qolamiz. Kommentariyada yozinglar, nima kamchiliklar bo'ldi, nima yangiliklar kiritaylik. Balkim sizni uyingiz bundan ham zo'r bo'lishi mumkin. O'sha narsani aytinglar, sizga qarab yetaklasin bizani. Bizga qarab kimdir yetaklab kelyapti o'zini. Xudo xolasa niyat qilib like bosib tarqatinglar, fikringlarni kutaman. Salomat bo'ling.